O'rtoqlar, omonmisizlar, tinchmisizlar? Mana lolalar ochildi. Yomg'irdan keyingi lolalar mana. To'lqinoylar bo'lyapti onam. Sekin 30 gektarlik bog'imizda yangi noklar ekildi. Lolalar уже yopilibdi-da. Kurobkasini chiqarib boshladi ekishni onam. To'lqinoylar shu mayga borib o'zbekskiy mana o'g'itlar solingan taylariga. Bu yoqlarga ham solingan. Mana shu kurtga chiqarishni boshladi. Bu yerda mana sirenlar ham bor. Ular ham ochilib sekin gullashni boshladi. Ancha nima deydi, o'zgarishlar bor 30 gektarlik bog'imizda. Yana bir ko'rsataman. Kunora endi ko'rsatib turaman natijalarni.